Assalomu alaykum, hurmatli magistrantlar. Bugun biz turizmologiya fani doirasida navbatdagi mavzu, to'rtinchi mavzu turizm sotsiologiyasi deb nomlangan mavzuni ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzuni o'rganishdan maqsadimiz insonning turist bo'lishdagi motivatsiyalarini, ijtimoiy institut sifatida turizmning o'ziga xosligini, shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida turizmning o'rnini o'rganishdan iborat. Va biz bu mavzuni quyidagi rejalar orqali ko'rib chiqamiz. Turizm sotsiologiyasining tuzilishi, turizm faoliyatining motivatsiyasi va uning turlari, turizm ijtimoiy institut va ijtimoiylashuv omili sifatida, shaxsning ijtimoiylashuvi. Turizm sotsiologiyasining darajalarini o'rganishimizdan, darajalari haqida gapirishimizdan oldin, o'zi sotsiologiya tushunchasiga ta'rif berib o'tishimiz zarur deb o'ylayman va shuningdek turizm sotsiologiyasi kategoriyasini ham tavsiflab o'tishimiz zarur. Sotsiologiya bu o'zi jamiyat, insonlarning, ijtimoiy guruhlarning munosabatlari, ijtimoiy hodisalari ilmiy jihatdan o'rganadigan yo'nalish hisoblanadi. Va uning vazifalari, qator vazifalari bor. Bu ijtimoiy hodisalarni tushuntirish, ijtimoiy muammolarni aniqlash, ularni oldindan bashorat qilish, ularni xususiyatlarini oldindan, demak, o'rganib bashorat qilish vazifalardan iborat. Turizm sotsiologiyasi esa sotsiologiyaning asosiy jihatlaridan biri hisoblanadi. Asosiy tarkibiy qismlardan biri hisoblanadi va u aynan sotsiologiyaning, demak, turizm ijtimoiy jihatlarini o'rganadi. Turizmning ijtimoiy jihatlarini turizm sotsiologiyasi o'rganar ekan, u bir qator masalalar bilan shug'ullanadi. Turistning xatti-harakatlari, ya'ni turist aynan ma'lum bir sayohatni amalga oshirishda nima motivatsiya bo'lganki, aynan shu joyda, shu vaqtda mana shunday guruh shaklida yoki mustaqil o'zi mana shu sayohatni amalga oshiryapti yoki qaror qabul qilish jarayonlarida ijtimoiy tabaqalanishuv, ya'ni turizmdagi tengsizlik masalalari bilan shug'ullanadi turizm sotsiologiyasi. Yana turizm sotsiologiyasi madaniyatlar aro almashinuv, bu aynan turizmga xos bo'lgan xususiyatlardan biri hisoblanadi. Ya'ni istagan turistik sayohatlar jarayonida turist har bir hududga tashrif buyurar ekan, istagan hududga tashrif buyurar ekan, albatta u hududni o'ziga xos xususiyatlari bor. O'ziga xos xususiyatlari juda ko'p qirralarda ifodalanadi, jumladan jamiyat, ijtimoiy jihatdan ham o'ziga xos xususiyatlari bo'ladi. Ular jumladan masalan madaniyati, urf-odatlari, tili, dini va boshqa xususiyatlari mavjudki, farqli xususiyatlar mavjudki, turistlar o'zini madaniy xususiyatlar bilan birgalikda o'zga davlatning madaniy xususiyatlarini o'rganadi va qabul qiluvchi davlatda va uzatuvchi davlatlar orasida madaniyatlar aro almashinuv kabi jihatlarni kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, turizm sotsiologiyasini birinchi darajasida shaxsning dunyo, jamiyat, ijtimoiy vaqt va makon, globallashuv, zamonaviy sharoitdagi aloqa va boshqalar haqidagi tasavvurlari kiradi. Ikkinchi darajasida esa umumiy nazariy sotsiologik bilimlarni qamrab oladi va jamiyatning ijtimoiy tuzilishi, yirik ijtimoiy guruhlar, ijtimoiy jarayonlar haqida o'rganadi. Bu darajada turizm fazoning geografik va madaniy turlarini zabt etish, rivojlantirish shakli, ijtimoiy madaniy aloqalar turi, globallashuv jarayonlari va aloqalarning shakli sifatida qaraladi. Va bu bilim darajasida shaxsning sotsiologik nazariyasi, bo'sh vaqt va dam olish nazariyasi ham qamrab oladi. Keyingisi, uchinchisi, turizm sotsiologiyasining jamiyat hayotining muayyan sohasi haqidagi bilim sifatida shakllanish darajasi deb nomlanadi va turizm sotsiologiyasi aynan shu sohada rivojlangan va mavjud bo'ladi. Navbatdagi darajasi, to'rtinchi darajasi, turizm sotsiologiyasining to'rtinchi darajasida turli mamlakatlardagi turli ijtimoiy guruhlarning potensial va real turist sifatidagi munosabatlari, qiziqishlari, ehtiyojlarini aniqlashda o'rganilgan empirik tajribalar orqali shakllantiriladi. Sotsiologiyaning ushbu bo'limi ommaviy sotsiologik va ekspert so'rovlar, intervyular, sifatli tadqiqotlarni o'tkazish, bosma va elektron ommaviy axborot vositalarining mazmunini tahlil qilish va hokazolar vositasida tahlillar amalga oshiriladi. Bir narsani qayd etishimiz kerakki, har bir daraja, hozir sanab o'tgan har bir darajamiz o'zidan oldingi darajaning xususiyatlarini o'zida aks etadi va shu bilan birga qo'shimcha ravishda mukammallashadi. Yana qaysidir xususiyatlar bilan kengayib mukammallashib boradi har bir daraja. Masalan, 4-darajada
Birinchisida faqat yolg'iz turistni o'zi bo'lsa agar, keyingisida turistik jamiyat yoki turistlar guruhi deb fikr bildiryapmiz. Har biri kengayib boryapti qamrov nuqtai nazaridan, faoliyati nuqtai nazaridan. Va 4-darajada mana shu ijtimoiy guruhlarning, turli ijtimoiy guruhlarning potensial real turist sifatidagi munosabatlarini o'rganishga yo'naltirilgan tadqiqotlarni nazarda tutar ekan. 5-daraja bu so'nggi daraja deb nomlanadi va bu amaliy tadqiqotlar bilan bog'liq aniq sayyohlik firmalarining ilmiy tadqiqot ishlari, mehmonxonalar, restoranlar, aloqa xizmatlarini taklif etuvchi maishiy aloqa xizmatlarini yoki turli transport xizmatlarini taklif etuvchi tashkilotlarning yoki ekskursiya xizmatlarini taklif etuvchi tashkilotlarning, umuman olganda turistik tashkilotlarning faoliyatlarini o'rganib, ularning xizmat ko'rsatish jarayonidagi ustunliklari va kamchiliklarini tahlil qilishdan iborat bo'ladi. Demak, biz aynan turizm sotsiologiyasi tushunchalari, ularning darajalari haqida fikr yuritayotganimiz, albatta turizm sotsiologiyasida turist kategoriyasi alohida ahamiyatga ega va turist kategoriyasiga Jahon sayyohlik tashkiloti sayyohat temasini ta'rifini bergan va undan 1968-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti statistika komissiyasi tomonidan emigratsiyadan tashqari doimiy yashash joyidan tashqarida ixtiyoriy harakatlarni amalga oshirish deb ta'rif berilgan. Turist atamasiga esa doimiy yashash joyidan tashqarida 1 yildan ortiq bo'lmagan muddatda dam olish, ta'lim maqsadida haq to'lanadigan faoliyatni amalga oshirmaslik sharti bilan amalga oshiriladigan sayohatlar deb ta'riflar keltirilgan. Demak, navbatdagi rejamiz turizm faoliyatining motivatsiyasi va uning turlari deb nomlanadi. Har qanday inson faoliyatining o'ziga xos xususiyati u nimani, qanday aniq ehtiyojlarni qondirishini bilishidir. Shuning uchun turizm qanday ehtiyojlarni va maqsadlarni qanoatlantirishni aniqlash kerak. Turli mezonlarga ko'ra ehtiyojlar birlamchi va ikkilamchi ehtiyojlarga bo'linadi. Iqtisodiy kategoriya sifatida ehtiyoj, demak, aynan qondirilish zaruratiga ko'ra birlamchi, ikkilamchi ehtiyojlar turlariga bo'linadi. Yana ehtiyoj juda ko'p turlari mavjud turli xususiyatlarga ko'ra, lekin aynan qondirilish nuqtai nazaridan demak mana shunday xususiyatlarga bo'linadi. Birlamchi ehtiyojlar bular insonning yashashi, mavjud bo'lishi uchun zarur bo'lgan moddiy ehtiyojlar deb ifodalansa, ikkilamchi ehtiyoj insonni inson sifatida shakllanishi, kamol topishi uchun shakllanadigan ma'naviy ehtiyojlar deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Va shu o'rinda turizmga bo'lgan ehtiyojni biz albatta ikkilamchi ehtiyoj sifatida ta'riflashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni u inson moddiy ehtiyojlarni qondirsagina dam olishni qanday shakllantirilishi, qanday maroqli shakllantirsam ekan, qanday mazmunli, esga qolarli, turli taassurotlarga boy qilib shakllantirsam ekan degan navbatdagi ehtiyoji, ikkilamchi ehtiyoji sifatida yuzaga chiqadi. Demak, turizm ikkilamchi ehtiyoj sifatida rol o'ynaydi. Biroq turizm sohasida bunday o'ziga xos xususiyatlarni cheklab qo'yib bo'lmaydi. Turizm ham moddiy, ham ma'naviy ehtiyojlarni qondiradi degan fikrlar keltirilgan. Olimlar tomonidan ijtimoiy shaxs o'zini biologik, aqlli, ma'naviy mavjudot sifatida anglaydi. Harakatda u biologik mavjudot sifatida harakatlarni amalga oshiradi. Atrof muhitni bilishga bo'lgan ehtiyoji va aqlli mavjudot sifatida shaxsni shakllantiriladi va keyinchalik bu o'z-o'zini bilishga bo'lgan ehtiyojini qondirishda namoyon bo'ladi. Demak, turistik sayohatlarga bo'lgan ehtiyojni biz aytishimiz mumkinki, ham moddiy, ham ma'naviy ehtiyojni qondirar ekan turistik sayohatlarni amalga oshirish barobarida. Demak, bu ehtiyojimizni ham birlamchi, ham ikkilamchi ehtiyoj sifatida tavsiflashimiz mumkin ekan. Demak, navbatdagi rejamizga o'tamiz. Harakat, bilim va o'z-o'zini bilishga bo'lgan ushbu ehtiyojlar to'plamini qondirishda qaratilgan turizm insonni biologik, ijtimoiy va ma'naviy jihatdan rivojlanishiga yordam beradi. Turistik faoliyatning asosiy xususiyati bu jismoniy makonda harakat bilan bog'liq. Turizmning o'ziga xosligi shundaki, u doimo vaqt bilan cheklangan sayohatdir. Ya'ni odamlarning yashash muhitini doimiy ravishda o'zgartirish zarurati bilan bog'liq emas.
Endi bu ta'rifimiz bilan biz aytishimiz mumkinki, turizm bu o'zi demak, bir sutkadan bir yilgacha bo'lgan muddatda doimiy yashash joyidan farqli hududda sayohatni iqtisodiy manfaat ko'rmaslik sharti bilan amalga oshiriladigan sayohatlar deb tavsiflashimiz mumkin. Va bu yerda biz aytyapmizki, aynan o'sha odamlarning yashash muhitini doimiy ravishda o'zgartirish zarurati bilan bog'liq emas deganimiz bu inson bir yilgacha bo'lgan muddatda o'zini yashash joyidan farqli bitta hududda ham sayohatni amalga oshirishi mumkin yoki mana shu bir yilgacha bo'lgan muddatda bir nechta hududlarda sayohatlarni tashkil qilishi mumkin. Va bu yerda bir yoki bir nechta hududlar deb uni miqdoriga ma'lum bir shartlar qo'yilmagan degan ma'noni nazarda tutyapti. Turizm ijtimoiy institut va ijtimoiylashuv omili sifatida navbatdagi rejamizning nomlanishi sayohat qilish, turist yangi tabiiy, geografik, madaniy muhitga sho'ng'iydi. Sayohat qilish barobarida. Shuning uchun uning sayohati ijtimoiy madaniy hodisadir. Sayohat insonning dunyoqarashini kengaytiradi, his-tuyg'ularni rivojlantiradi. Sayohat paytida odam boshqa hududni geografik nuqtai nazardan ham yoki masalan sotsiologik ijtimoiy nuqtai nazardan ham va boshqa nuqtai nazardan juda ham ko'p yangiliklarga ega bo'ladi. O'zini dunyoqarashini kengaytiradi. Va rus sotsiologi Zamyatinning fikriga ko'ra, inson idrokining tabiati tamoyillarni o'zgarishi bilan bog'liq. Idrok qilish kanallari obyektlar va hodisalarga hajmlar, masofalar va masofalarni belgilash uchun sozlangan. Ularga nisbatan munosabat kuzatish masofadan shakllanadi. Masofani o'zgartirish hodisalar va hatto hodisaning xususiyatlarini o'zgartiradi degan fikrlarni keltirgan. Demak, har bir insonning dunyoqarashini o'zgarishi yoki ma'lum bir o'ziga xos taassurotlarni shakllanishida albatta masofani ham roli mavjud. Masofani qanchalik kategoriya sifatida o'zgarsa, kengayib borsa, demak uni xususiyatlari ham sayohat xususiyatlari ham mos ravishda o'zgaradi. Va bu rejamizda biz chiqish turizmi yoki masalan tashqi turizm kategoriyalari haqida ham ta'riflashimiz mumkin. Bu o'zi chiqish turizmi bu demak rezidentning o'z yashash hududidan farqli hududga sayohatini amalga oshirish, ya'ni yashash hududini davlati, mamlakatini chegarasidan o'tgan holatda sayohatni shakllantirish, boshqa davlatda sayohatni shakllantirishni nazarda tutadi. Va bundan ijtimoiy jihatdan yondashsak, sotsiologik nuqtai nazardan chiqish turizmi yoki tashqi turizmga ta'rif beradigan bo'lsak, unda inson o'z hududidan boshqa hududga borganda, boshqa hududning madaniyati, ularni ma'naviyati yoki ularni turli turmush tarzi jarayonidagi yoki ularni madaniy merosi bo'yicha yoki geografik xususiyatlari bo'yicha ma'lum bir ma'lumotlarga ega bo'ladi. Bu bo'yicha ma'lum bir shu davlat xususida dunyoqarashi kengayadi. Ammo har qanaqa turist istagan hududga boradigan bo'lsa, masalan tashqi turizmni yoki chiqish turizmini amalga oshirayotgan bo'lsa, albatta oladigan ma'lumotini o'zini davlatidagi muhit bilan, o'zini davlatdagi sharoiti bilan taqqoslab ko'radi, solishtiradi. Va bu o'ziga xos, demak, psixologik mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Keyingi rejamiz shaxsning ijtimoiylashuvi deb nomlanadi. Shaxsning ijtimoiylashuvi deganda fuqaroning aynan bir hududdan turli boshqa hududlarga tabiiy va madaniy meroslar yordamida ijtimoiy tajribasini maqsadli shakllantirish tushuniladi. Ya'ni shuni hisobga olib, dunyo madaniyatini ma'naviy yuksaltirish, o'zlashtirish zaruratiga asoslangan turizm ijtimoiylashuv funksiyasini bajaradi deyish mumkin. Ya'ni shaxs faqatgina o'z davlati emas, boshqa joylarda sayohatlarni amalga oshirsa agar, demak, insonlar bilan kirishuvchanligi, yangi tanishlarni orttirishi, turli davlatlarni o'sha o'ziga xos madaniy, ma'naviy masalan muhitini o'rganishi, tushunishi, bularni hammasi shaxsning demak ijtimoiylashuvi degan ma'noni beradi. Turizmning xususan madaniy va ijtimoiylashuv jarayonida roli ayniqsa uni hech narsa bilan almashtirib bo'lmaydi. Roli juda ham katta va ma'naviy rivojlanish, dunyo mamlakatini egallashda bo'lgan ehtiyoj, turli joylarga tashrif buyurish, diqqatga sazovor joylarni idrok etish orqali qondiriladi.
va u olgan taassurotlar uning dunyoqarashini kengaytiradi. Demak, sayohat tajribasi bir vaqtning o'zida bir nechta funksiyalarni bajaradi. U turli madaniy me'yorlar, xatti-harakatlarni, modellarini taqqoslash orqali o'z jamoasiga tegishlilik hissini shakllantirish, madaniy merosni o'rganishni ta'minlash va shu tufayli u o'z-o'zini, o'zligini, o'z davlatini hurmat qilishni o'rganadi, qadrlashni o'rganadi va individual noyob tajribaga ega bo'lish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Va sayohat paytida odam e'tiborliroq bo'ladi, lekin harakat tezligi ba'zan ma'lum bir xulosalarni keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Va shunga ko'ra sayyoh o'zini stereotiplarini tasdiqlashi mumkin va o'zini baholash modellarini tasdiqlaydi. U demak 20-asrning ikkinchi yarmida dunyoda sayyohlar soni keskin oshgan. 1950-yildagi 25 milliondan 2001-yildagi 693 millionga yetgan. 2020-yilda ularning sonini 1,5 milliardga yetishi rejalashtirilgan edi. Ammo pandemiya, global pandemiya ta'sirida ko'rsatkichga erishish mushkul bo'ldi. Aynan 2024-yilda dunyoda global turizm bozorida 1,4 milliard turistlar sonini kuzatishimiz mumkin bo'ladi va 2025-yilning birinchi chorakida esa 300 million xalqaro sayyohlarni ko'rsatkichlarini kuzatishimiz mumkin. Bu UN Turizm xalqaro tashkiloti tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra statistika ma'lumotlari. Xalqaro turizm muhim sohada aylandi va u jahon xizmatlar eksportida demak xalqaro turizmni ko'rsatkichi va global turizm bozori alohida demak yetakchi sohalar qatorida o'rin oldi. Va olimlar aynan o'sha turistik inqilob haqida ham fikr bildiryaptilar. Hozirgi kunda Manila deklaratsiyasi 1980-yilda qabul qilingan. Manila deklaratsiyasida turizm davlat hayotining ijtimoiy, madaniy, ta'lim va iqtisodiy sohalarida va ularning xalqaro munosabatlarda bevosita ta'siri tufayli odamlarning hayotda katta ahamiyatga ega bo'lgan faoliyat deb qaralmoqda. Biroq turizmni mana shunday rivojlantirishning multiplikativ modellarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, turizmdan olingan daromad mahalliy iqtisodiyotni rag'batlantiradi. Turmush sharoitini yaxshilashga yo'naltirilgan investitsiyalarni bir necha marta oshiryapti. Biroq ijobiy oqibatlarga qo'shimcha ravishda turizm faoliyatining salbiy ta'sirlari ham mavjud. Masalan, Gavayida ommaviy turizmga qarshi norozichilik harakatlari bo'lgan mahalliy aholi tomonidan. Sababi mamlakatda mana shu kuchli turistlar oqimining kelishi, juda katta hajmda turistlar oqimining kelishi bir qancha sotsiologik muammolar, bir qator iqtisodiy, siyosiy, masalan, boshqa muammolar bo'lishi mumkin, lekin aynan bizning mavzumizga tegishli bo'lgan o'sha ijtimoiy muammolarga sabab bo'lgan, bular jinoyatchilik, turli demak madaniy va ekologik tanazzullar yoki salbiy ta'sirlarni kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Va hozirgi kunda nafaqat Gavayida, balki Yevropa ko'pgina turizm qabul qiluvchi davlatlar sifatida Yevropa davlatlarini sanab o'tadigan bo'lsak, ko'pgina davlatlarimizda mahalliy aholini aynan o'sha ommaviy turizm deymiz, ommaviy turizmga qarshi o'z harakatlarida norozichilik harakatlarini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Ularning kundalik turmush tarzida ham, ularning demak o'sha hududida tinchlik, dam olish uchun imkoniyatlarni cheklovi kabi xususiyatlarda salbiy ta'sirlarni ko'rgani uchun ular o'zlarining norozichilik fikrlarini yoki munosabatlarini bildirmoqda. Turizm muammolarini siyosatshunoslik, sotsiologiya, iqtisodiyot, marketing, ekologiya, geografiya kabi tadqiqotchilar, fanlar tadqiqotchilar o'rganadi. Masalan, marketing bu sotish, masalan, sotishni rag'batlantirishga yo'naltirilgan soha bo'lsa-da, tovarlar, bozor segmentlarini ilgari surishga qaratilgan soha bo'lsa-da, marketologlar reklama yoki o'sha rag'batlantirishga yo'naltirilgan faoliyatlarni aynan xaridorning psixologiyasi, uning sotsiologiyasi, antropologiyasi kabi xususiyatlarni tahlil qilgan holatda tadqiqotlarni o'tkazadilar. Qanchalik tahlillar real, aniq bo'ladigan bo'lsa, tadqiqotlar shunchalik maqsadga to'g'ri yo'naltirilgan bo'ladi va natijali bo'ladi.
Shu uchun turizm bu birgina o'zi emas, balki bir qancha o'zi yuqorida sanab o'tgan fanlar, sohalar bilan chambarchas bog'liq. Insonni faoliyati bilan, ijtimoiy soha bilan bevosita bog'liq. Bu fanlar shuningdek ekologlar, geograflar manfaatlarini maqsadi bo'lgan ekologik muammolarni ham tadqiq qiladi va turizmda turistlar va ularga xizmat ko'rsatuvchilarning o'zaro ta'siri sotsiologiya, antropologiya, psixologiya, siyosatshunoslikda o'rganiladi. Va turizm sotsiologik tadqiqotlarda quyidagi tadqiqot yo'nalishlari shakllanadigan alohida bo'limlarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Avvalo, sotsiologik tadqiqotlarni asosiy demak subyekti, ishtirokchisi bo'lgan bu turistlar uchun yo'naltirilgani uchun birinchi demak alohida bo'lim sifatida turistlarni ko'rsatishimiz mumkin. Keyingisi turistlarning mahalliy aholi bilan o'zaro munosabatlari. Ya'ni turizmni, sayohatni amalga oshirayotgan paytda albatta boradigan hududda, destinatsiyasida mahalliy aholi bilan kirishuvchanligi. Bular asosiy demak ko'rsatiladigan turizm sotsiologiyasida qayd etiladigan asosiy jihat bo'lim hisoblanadi va keyingisi turizm tizimi va turizm ta'siri. Albatta boriladigan hududda yoki sayohatni amalga oshirgandan keyin turizm ta'siri qanday bo'ldi? Mahalliy aholining turmush tarziga faqatgina salbiy ta'siri bo'ldimi, balkim ijobiy ta'siri ham bo'ldimi? Ijobiy ta'sir qaysi jihatdan bo'ldi va hokazolar. Bular hammasi demak alohida bo'lim sifatida qarab o'rganiladigan jihat hisoblanadi. Demak, bizning bugungi mavzumizda turizm sotsiologiyasida ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.